Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Sherqiy Türkistan awazining kündilik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mayk Pompېيو ھىندونېزىيەنى Uyghurlar uchravatqan zulümغا qarshi turishga chaqirdi. Amerika Xitoy uchun ishlayotganlardan 8 kishini ayblab, bashini qo'lga oldi. Xitoyning chawshyen'ge maxfiy yordam berish turlari oshkorlandi. Turkiyada Cumhuriyet bayrami tantanalik tabriklandi. Uyghur qizlarining yanada pichoq saqlash odati haqida. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarında bolsun. Wall Street Journal gazetəsinin xəbər qilishçə 29 ۆكتەبir günü Amerika Tashqi ishlar ministri Mayk Pompېيو Hindoneziya qilgan rasmiy ziyorati mezgilida Indoneziyaliklarni Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan muomalasiga qarshi turishga chaqirib, Xitoy Kompartiyasining Indoneziyaliklarni Sherqiy Turkistan va Uyg'ur musulmonlar uchrayotgan zulm bilan qari bo'lmaslikka chaqirganligini biladiganligini, Xitoyning Indoneziyaga Uyg'urlarning qaltis xo'shal yashayotganligini tashviq qilganligini, ammo mushundaq tashviq munoziralarini anglaganda paket izlab, paketga asoslanishni, lagerdan qutulib chiqqanlarning kechirmishlari, Ramazonda Uyg'ur musulmonlarini cho'shqa go'sht yeyishga majburlashning va ularning qabristonliklarini vayron qilishning terrorlikqa qarshi turish bilan qilcha aloqasi yo'qligini, majburiy tug'mas qilib etish yoki Uyg'ur bolalarni ota-onasidan ayirib, yotoqli maktablarga qayta tarbiyalashga avatishni namoratlikni yo'qotish nomida oqlayolmaydiganligini ta'kidlagan. Indoneziya musulmon nüfusi ko'p sonliqni egallaydigan davlat bo'lib, bu davlatdagi ommaviy tashkilotlar ilgari Uyg'urlar uchun harakatlangan. Biroq Xitoy hukumati o'tgan yili Indoneziya ulamolar kengashiga tava Nahdatul Ulama va Muhammadiya mazhabining diniy rahbarlarini tashkillab, Xitoydagi lagerlarni ziyorat qildirgandan keyin ularning maydonida o'zgarish bo'lgan. Ular hatto g'arb matbuotlarini xato ma'lumot bergan deb ayblagan. Indoneziya hukumat doiralari bo'lsa Sharq Turkistondagi lagerlar masalasida ifoda bildirmagan. Indoneziya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Tiko Fayzasiya Pompېيоning bayonlaridan keyin muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga Indoneziya Sharq Turkistondagi musulmonlarni o'z ichiga olgan millatlarning huquqini qo'g'dash va ilgari surishning muhimligini ilgari Xitoyga eskartganligini, Indoneziya Xitoyning ochiq-oshkor bo'lishga va Sharq Turkistonga erkin berib kelishga yo'l qo'yishga chaqirganligini, indoneziyaliklarning u yerdagi o'zgarishlarni kuzatish va tushunishni xohlaydiganligini bildirgan. Amerika hukumati Xitoy Kompartiyasi uchun xizmat qilayotgan organlarni bekitib chiqishni va buningga chetilgan shaxslarga tadbir qo'llanishni tez sur'atda davomlashtirmoqda. 28 ۆكتەبir kuni Amerikada 5 nafar Xitoy jasusi qo'lga olingan. Washington Post gazetining ilgari surishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Tulki U nomli harakat orqali Xitoy uchun jasuslik qilgan 5 kishini qo'lga olgan. Ular Amerikadagi Xitoy siyosiy o'qituvchilar yoki Xitoy hukumatini tanqid qiluvchilarni nishon qilib, ularga tahdid solish, ularning Xitoydagi oila tavobatlarini qismoqqa elish orqali ularni Xitoyga qaytishga majburlashdagi harakatlar bilan shug'ullangan. O'xshash kunda Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Markaziy birlik bo'limining kontrolligidagi tashkilot bo'lgan Xitoyni tinchlik bilan birlik keltirish mamlakatlik birlashmasini chet el vakolatxonasi, ya'ni Xitoyning bevosita kontrolligidagi organ deb bekitdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida bunday qilishdagi maqsad bo'lsa, bu tashkilotlarning xarakteri haqida kishilarning ko'zini ochish, jumladan bu organlarning bevosita Xitoydan buyruq oladiganligini aniq bildirib qo'yish. Avgustda Konzi institutining Xitoyning chet ellardagi vakolatxonasi qilib bekitilganligi, Xitoyning Markaziy birlik bo'limi Xitoy Kommunistik partiyasining bir organi bo'lib, u o'qituvchilarning Xitoy Kompartiyasining hokimiyatdagi o'rniga bo'lgan tahdidini yo'qotish, betaraflashtirish, Xitoy Kompartiyasining tashviqotini chet ellarga tarqatish vazifasini ustiga olganligini bayon qilgan. Amerika bilan Xitoy orasida 2011-yil imzolangan bir do'stlik kelishimiga asosan berilayotgan ikki davlatdagi har qaysi yerlik hukumat rahbarlari va xalqlarning do'stlik uchrashishi degandek faoliyatlarni bekor qilgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopherri Xitoy hukumatining Amerika tuprog'ida turib bunday harakatlar bilan shug'ullanishining qonun xilofligini eskartib, Xitoy qonun tuzumlariga to'xtamay xiloflik qilyotdi. Bu tekshirishni jinoiy ishlar ayblash bilan oxirlashtirdik. Shundaqla tunji qitim bunday ayblashning o'ttirib qo'yilishi, u Xitoyning fuqarolarini va qonunliq aholilarni nazorat qilish, parakandichilik silish va qora chaplashning zo'r xatar ichida ekanligini tushunishga yordam berdi degan. Qo'lga olinganlar New York, New Jersey va Kaliforniya shtatlaridan bo'lib, ular Juyong, Hongrojin, Rongjin va Jinkongyin va Michael McMahonlar ekan. Michael McMahon New Jersey shtatida o'tirishliq bir xususiy razvedchik bo'lib, u yuqorqi Xitoy jasuslarining Xitoyga qarshi faoliyatchilariga tahdid solish va besim qilish ishlariga yordam bergan ekan. Xoji Liminjun qatorliq javobgarlarning Xitoyda ekanligi faraz qilinmoqda. 30 ۆكتەbir davr gazetining xabar qilishicha, yaqinda Jilin o'lkasidan erishgan ishki hujjatlarda ko'rsatilishicha, Xitoy Kompartiyasi Shimoliy Koreyani har jihatdan mablag' bilan ta'minlagan. Hatto 2016-yillik Chawshyen hidrogen bombasining qimazligida Xitoy, Chawshyen va Koreya o'rtasidagi munosabat jiddiylashgan vaqtda Jilin o'lkasi Chawshyenni savdo hamkorligi bilan ta'minlagan. Demak, Xitoy izchil Chawshyenning orqasidagi eng chong qo'llag'uvchisi ekanligi oshkorlangan.
Davrga zid erishgan Jilin o'lkasi uskunalar ishlab chiqarish va xalqaro iqtidor hamkorlik tur amir hujjati ko'rsatilishicha, Jilin Chawshyen'ning Simot temir yo'l, tosh yo'l, yuqori sur'atli temir yo'l, port, tok yetkazish va boshqa ul aslahalarga mablag' solgan. Bu turlarning ko'pinchisi o'ddigarlik emas, balki chet elga mablag' selish ekan. 2014-yildagi yana bir hujjatda ko'rsatilishicha, Jilin o'lkasi 2014-yildan 2017-yilgacha bo'lgan oralikda Chawshyen'ge dehqonchilik ishlab chiqarish texnikasi, dehqonchilik mashinalari va a'lo sifatli sortlarni eksport qilgan. 2012-yili Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Kim Jong Un bilan yaqindan aloqa qilib, garchi Kim Jong Un Xitoyni qo'llaydigan tog'asi Jang Jingzini o'ltirgan bo'lsa-mu, 2016-yil yanvar oyida Chawshyen'ning gidrogen bombasini portlagandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashi Chawshyen'ni jazolagan. Xitoy qo'llagan hamda Jilin bilan Chawshyen o'rtasidagi maxfiy savdo plani amaldan qoldirilmagan. Yaqinqi yillardan buyon Chawshyen'ning vaziyati turaqsiz bo'lib, qonuniy qo'g'dash kamchil. Chawshyen'ga mablag' solgan nurg'un chet el shirkatlari mag'lub bo'ldi va oxirida Chawshyen'dan chekinib chiqdi. Shundaqdimi Xitoy izchil Chawshyen'ga mablag' sepib kelmoqda. Yaqinda Chawshyen urushining 70 yillik munosabati bilan Xitoy fursatdan foydalanib Amerikaga qarshi harakatlarda bo'lgan. Kim Jong Un Xitoy urushida qazo qilgan qabristonlik va xotira munora gul sevatlarini avatgan. Kuzatuvchilarning qarashicha Kim Jong Un Xitoy bilan yuqori qatlamli hamkorlik o'rnatib, Xi Jinping bilan bo'lgan aloqani kuchaytirganligini, amaliyotda ularning siyosatda o'zaro foydalanish, tizginlash ehtiyoji borligi, Chawshyen'ning yadro bombasi bor. Shuning Xitoy uni qo'llaydi. Xitoy Amerika munosabati nacharlashgan bo'lsa-mu, Xi Jinping Chawshyen'ni ko'zir qilib Amerikaga jang e'lon qilganligi, Chawshyen Xitoyni vasita qilib Amerikaning jazosini bo'shatishni talab qiladiganligini ta'kidlagan. Turkiya Cumhuriyeti qurilganligining 97-yilligi mamlakatning har qaysi joylarida, chet eldagi vakolatxonalarda va Shimoliy Qibros Turk Cumhuriyetida turli marosimlar orqali tantanalik tabriklandi. Poytaxt Anqaradagi tunji marosim Atatürk xotira saroyida o'tkazilgan bo'lib, Cumhuriyet Reis Recep Tayyip Erdo'g'an va uning hamrohligidagi hay'at Atatürk xotira saroyini ziyorat qilib, Cumhuriyetning qo'rg'uvchisi Mustafa Kemal Atatürkning maqbarasiga gulchambarak qo'ydi. Cumhur Reis Erdo'g'an Atatürk xotira saroyining maxsus daftarga davlatimizning olg'a ilgarilashiga to'sqinlik qilish uchun davlat ichki sirtidan kelayotgan har xil shakldagi hujumlar bizni tez buktirish uyoqda tursin, aksiyan po'latdek kurash qilish irodamizni texnik kuchaytirmoqda. Fidokorligimizni yana yuksaltirmoqda. Mislsiz zafarlar bilan to'lib toshgan o'tmishimizdan jasorat olib, birlik va barobarlik ham qarindoshlik rishtisi ichida o'rtoq kelajak va parlaq istiqbol manzilgohimizga qarab, g'alaba sari olg'a ilgarilashni izchil davomlashtiramiz deganlarni yozdi. Cumhur Reislik saroyi uchraloq ishlar idorasining uyushtirishida Antaliyadagi Patara qadimki shahrida Cumhuriyet Saroyi Simfoniya orkestrimi Anqara vaqti tushdan keyin soat 7 dan 23 minut o'tganda Buyuk Cumhuriyet konserti o'tkazgan. Uningdan boshqa yana Aqdengizda 97 g'avvos maxsus suvosti yuritish maharati ko'rsatgan. Kiriya noyisining Daryobo'yi yezisi tarim o'ymonligining markaziga joylashgan bo'lib, dunyo bo'yicha aholisi eng shalong o'ltiraqlashgan joylardan biri. Bu joyda ko'pincha aholi dehqonchilik bilan shug'ullandi. Daryobo'yining folklor madaniyati tarim madaniyatining muhim bir tarkibiy qismi ham ravoji bo'lib, bu joy xuddi folklor muzeyiga o'xshaydi. Bu joydan qadimki madaniyat iznolari tex o'chmagan. Kuldirma ovozi sehriy kuchini yo'qotmagan. Haqiqiy milliy puroq va milliy xoslik ega rayon. Jahon taraqqiyotiga ergishib o'ngib ketayotgan urf-odatlarimizni bu zamondan topqili bo'ladi. Bu rayonda yashagan xalqlar orasida qadimdan tortib balog'at ketgan qizlarning yanada pichoq saqlaydigan odati davomlashib kelgan. Pichoq odatga g'iloblik kichik pichoq bo'lib, qizlar uni yanchiqida yoki uzun jip bilan bo'yniga esib oladi. Qizlar pichoqni malbaq qilib chiqqanda, safarga chiqqanda yot jinsliklarning o'ziga xiris qilishdan saqlanish, o'zini qo'g'dash, qulashdan burun sura-oyatlarni o'qib peshiga qo'yib yetish va zarur turmush ehtiyojlari uchun qo'llanishdagi ahvollarda pichoqni o'ziga hamroh qilgan. Keyin uy o'choqliq bo'lib balliq bo'lgandan keyin jin chekvolmaslik uchun bolalarning beshiga qo'yib qo'ydigan odatlar bor. Pichoq saqlash odati axloq kategoriyasida qimmatini namoyon qilib, qizlarning g'ururini saqlash va axloq buzilishining oldini olishda rol o'ynab kelgan. Qizlar balog'at ketgandan keyin dadisi uningga pichoq sovg'a qiladi. Qizlar to'y qilgandan keyin pichoqni o'z eriga topshirib beradi. Dadisi qizlarga nasihat qilib, agar qizlar pichoqni yanada saqlab yurgan kunlarda qizlik g'ururini yaxshi saqlash kerakligini, agar g'ururni yaxshi saqlayolmasa, bu pichoq bilan o'zini o'ltirib bo'ldiganligini, keyin to'y qilganda eriga pichoqni topshirib berish kerakligini, shunda qilganda onasini do'riyalgan bo'ldiganligi haqida tarbiya qiladi. To'y qilganda eriga pichoq topshirish shu qizning bulg'anmagan pok qiz ekanligining belgisi bo'lib kelgan. Daryo bo'yidagi qizlarning pichoq saqlash odati qizlarning axloqni hayotida muhim bildiganligini tushuntirdi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.